shart-sharoitlar yaratilgan. Qo'shimcha avtobuslar yo'lga qo'yilyapti. Bu yana ham xalqimizga qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi. Biz bugun Navoiyga ketmoqdamiz. Avtobus sharoitlari yaxshi. Menga hozirgi sharoitlar hammasi yoqdi. Toshkentdan Qarshiga yo'l oldik. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, barcha o'rindiqlar deymiz mumkin emas, yaxshi darajada tashkillashtirilgan. Tashkillashtiruvchiga rahmat. Buni eng katta yutug'i bizga mana shu qo'shimcha reys qo'yilganligi bo'ldi. Ramazon oyida o'sha qisqa ta'til davomida uyimizga eson-omon tez borib kelishimizga katta yordam bermoqda. Bilasiz, bayram arafasida hamma studentlar uyga qaytishadi. Bayram arafasida taksilar borish narxini rosa oshirishadi va studentlarga rosa noqulay. Avtobusda qulayliklari juda ham yaxshi, bemalol ketish juda ham yaxshi.